Namanganda issiqlik ta'minoti modernizatsiya qilinmoqda. So'nggi yillarda muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari bilan barcha sohalar singari issiqlik ta'minoti tizimini yaxshilash hamda aholini issiqlik energiyasi va issiq suv bilan ta'minlash darajasini oshirish bo'yicha muayyan ishlar amalga oshirilib, ana shunday amaliy chora-tadbirlar doirasida Namangan viloyatida issiqlik ta'minoti tizimini rivojlantirish holati kompleks o'rganildi va issiqlik energiyasi ishlab chiqarish bo'yicha zamonaviy texnologiyalar sinovdan o'tkazildi. Issiqlik ta'minoti tizimini tubdan yaxshilash, resurslarni tejovchi zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, aholini issiqlik energiyasi hamda issiq suv bilan ta'minlash sifati va darajasini oshirish borasida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Ko'p xonadonli uylarni issiqlik ta'minoti obyektlarini qurish bo'yicha injiniring kompaniyasi DOK Namangan viloyat filiali buyurtmachiligi asosida 2020-yilda 45-42 qarorga asosan viloyat ko'p tarmoqli markaziy shifoxonasi qozonxonasida modernizatsiya va rekonstruksiya ishlari amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 2 dekabrdagi PK 45-42 sonli qarorining 5-ilovasini ijrosini ta'minlash maqsadida Namangan viloyati Namangan shahri ko'p tarmoqli shifoxonaning lokal qozonxonasini modernizatsiya qilish va rekonstruksiya qilish ishlari, ko'p xonadonli uy-joylarni qurish va issiqlik ta'minoti obyektlarini qurish injiniring kompaniyasi buyurtmachiligi asosida pudratchi tashkilot Metallist Bunyodkor MChJ tomonidan loyiha qiymati 2,350 million so'mlik bo'lgan issiqlik ta'minotini modernizatsiya va rekonstruksiya qilish ishlari yakuniga yetkazildi. Qurilish montaj ishlari yakuniga yetkazilib, mana hozirgi kunda foydalanishga topshirildi. Bundan tashqari Namangan viloyati Namangan shahri bo'yicha 1600 metr issiqlik tarmoqlarini rekonstruksiya qilish va almashtirish ishlari dasturga tushgan bo'lib, hozirgi kunda bu qurilish montaj ishlarimiz ham yakunlanib, issiqlik ta'minoti bo'yicha 5 ta qozonxonadagi yangi qozonlarni o'rnatish ishlari yakuniga yetkazildi va foydalanishga topshirildi. 2020-2021 yil kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish ishlarini bajarish uchun 2020-yilda ajratilgan byudjet mablag'lari hisobidan ajratilgan 629 million so'm mablag' hisobidan 6 dona qozon, 2,53 kilometr issiqlik tarmoqlari va 5 dona nasos uskunalari mukammal ta'mirlash rejasiga kiritilgan bo'lib, amalda belgilangan reja asosida bajarildi. Bundan tashqari 2021 yilda rejalashtirilgan ishlar 45-42 sonli qarorga asosan Namangan shahar Islom Karimov ko'chasida joylashgan Ablo kolxozstroy qozonxonasini modernizatsiya va rekonstruksiya qilish ko'zda tutilgan. 45-42 sonli qarorga asosan Davlatobod massivi 4-kichik nohiya hududida 4, 5, 5A 6-kichik nohiyalarda joylashgan 198 ta ko'p qavatli uylar va 17 ta ijtimoiy soha obyektlari uchun lokal qozonxona qurish rejalashtirilgan. Namangan shahrida 3 ta markaziy, Do'stlik 2, Chamanzor, Viloyat SES 19 ta lokal issiqlik ta'minoti qozonxonalari faoliyat yuritadi. Bugungi kunda mazkur issiqlik qozonxonalari orqali Namangan viloyatidagi jami 1175 ta ko'p qavatli uylardan 514 ta uylar markazlashgan issiqlik ta'minotiga ulangan. Shundan 64 ta ko'p qavatli uylarga hamda 29 ta ijtimoiy soha obyektlariga xizmat ko'rsatiladi. 2020-yil viloyat hududida issiqlik tizimini yaxshilash maqsadida jami 2,929 milliard so'm mablag'larga quyidagi ishlarni amalga oshirish belgilangan. Issiqlik ta'minoti korxonalari tomonidan 21 ta lokal qozonxonalardan 21 tasi, 49 dona qozonxonalardan 49 tasi, 18 kilometr issiqlik tarmoqlari joriy ta'mirlanadi. Jumladan, viloyat issiqlik manbai korxonasi tizimidagi Namangan shahridagi 34-maktab, viloyat SES, G'irvoza qozonxonalaridagi mavjud qozonlar hamda 2,53 kilometr uzunlikdagi issiqlik uzatish tarmoqlari, To'raqo'rg'on tumanidagi 1-maktab va agroiqtisodiyot kollejidagi qozonxonalar mukammal ta'mirdan chiqarilib, ajratilgan mablag' to'la o'zlashtirildi.